Baliqovga keluvdik bugun. Cho'lchakda ahvolni qarang. Kichkina baliqlar irmoq qo'ryapti. Yevropaning baliq shu ustri bo'lar shekilli. Mana chetdagi bitta sherigimiz, bilmam 3ta ham 4ta ham ushladi shekilli. Mana shu yerda. Hozir yoniga boramiz. Mana biz Arlando. Nomer nima deyapti nomer? 90-96. 96larga maza qilaverasan tamomchi. O'z uniga o'zi ham. Sherigimiz o. Nodiraga o'xshadi yuribdi. Shuncha dengizda ham qarmoq tashlash shuncha yetarli deb bolalar. Uni odam qalmog'i ashi zo'r ekan. Biz qalmog'imiz turishini qarang. Shu bilan sopini yechib oldik. O'zbekchilik. Mana ovchilar ertagalikka tayyorgarlik ko'ryapti. Apatsa diyor o'rikchayda birga bo'lar. O, nimani kran ekan bitum ichidan chiqqan. Toshlar ekan. Mana buni bola ham baliq ushyapti ekan. Cho'lchak qoldimi? Mo yana ushladi bu bolani. İşte ovchi bola ekan ya bu bola. Baliqlar ham lekin turqi qanday sovuqroq baliqlar ekan. Nechta bo'ldi? Ha? Yomon ushlayapsan a sen ha? Cho'lchak sendami? Nonga ushlayapsan. Shuning uchun shekilli biz bekardan bekarga cho'lchakka ushlamay qolyapmiz. Qani nechta bo'ldi? Rengi yomon, nima baliqlarni? Молодец, yettita ham ushlayapti. Bitta ham ushlaganimiz yo'q hali. Mana mayda baliq o'ta seroq. Mana qarang, ko'rindimi kameraga? Ko'rinyapti. Seroq tortmayapti-da. Hozir non tashab ko'ramiz endi.